Eraki. Ko'chani boshida kimni o'tirding? Alisher ekan qizi bilan. O'sha xotindan ajrashgan qizimi? Eridan. Ha, eridan. O'rtangda nima bor? Sevgi bor. Qanaqa sevgi? Ha? Uni farzandi bor. Uyimni ostonasiga yaqinlashtirma uni, tushundingmi? Umuman xayolingdan chiqarib tasha. Vobshe yaqinlashma. To'la qol uyga. Uydan chiqqaning ko'rmay. Uy qamog'i. Nima deganing bu Hasan tabib? Sattor, to'g'ri tushun. O'g'ling qattiq stressga tushgan. 2-3 kunlik umri qolgan. 2-3 kun umri qolgan? Qanaqadir davosi bordir? Uni stressdan chiqarish kerak. Ko'ngliga qarash kerak bachani. Ko'ngliga qarash kerak. O'g'lim, ahvoling shunday og'ir ekan, nima aytmaysan? Ko'nglingga qarash kerak ekan, balam. Ko'ngling nima xohlaydi? Dada. O'sha Alisher ekan qizi. Biz uyda har doim yashashini xohlayman. Biz ham yashasa bo'ldimi, bacham? O'g'lim, xohishing amalga oshdi. Mana, endi bundan keyin bu yog'iga biz bilan yashaydi. Rahmat dada, endi baxtli bo'laman.